O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibi ekraningizda. Biz tarkiblarga alohida to'xtalamiz va albatta bugun O'zbekiston milliy terma jamoasining ko'pgina futbolchilari asosiy tarkibda yo'q. Ba'zi bir sabablar bor, ba'zi bir ulgurmay qoldi. Yana bir necha soniya kutib turib balki uzatmani amalga oshirish kerakmidi. Zarba! Juda ham kuchli zarbani amalga oshirdi hozir rossiyalik 13-raqamdagi Anton Sokolov. Va uchrashuvda hisobni ochmoqda. Birinchi yaxshi imkoniyat va birinchi bor unga zarba berish uchun imkoniyat berishgan edi. Mana qanday kuchli, e'tibor bering. Mana to'g'riladi chap oyog'ida va o'ng oyog'ida zarba beryapti. Darvozabon ulgurmay qoldi. Anasxon to'pga tashlanyapti, kech qoldi. Aytayapman-ku, Anton Sokolov hozircha uchrashuvda yagona bo'lib turgan gol muallifi. Opa, tezkor hujum. Juda oddiy vaziyatda imkoniyatiga hozir berib qo'yishdi. Chunki endigina to'rtliklar almashdi, hali maydonga tushib moslashib olishga ham ulgurishmadi. Va endi Nodir Eliboyev 1 daqiqalik time-out oladi. Darvozabon boshlab beryapti. Qanday qilib bo'sh qoldirishdi? Qarang, darvozabon boshlab berdi. Bu yerda 15-raqamdagi futzalchi, men avvalroq biroz turtgan ham ekan Anasxon Rahmatov. Yana Anasxon qolib ketyapti. Anasxon, Xayrulla bir-birlariga ishonib qolishdi. Kimgadir chiqqan? Ungacha tur. Albatta hozir Nodir Eliboyev ancha sabiylashib, ularga moslashib qolgan shekilli. Lekin juda o'sdi, rostdan ham. O'z sport formasini yaxshilab oldi, tajribasini, mahoratini oshirib oldi. Hamroyev. Zo'r, Ahadjonov, yaxshi pas. Hujum davom etadi. Ahadjonov, zarba! Gol! Vaqtliroq maqtasam bo'lar ekan, Vaqtliroq maqtasam bo'lar ekan Muzaffar. Eshitdim men. 10 soniya oldi. Vaqtga endi kimni maqtay bo'lmasa? Juda ham zo'r harakat. Mana Ahadjonovda rostdan ham juda katta o'sish, rivojlanish nimalar qilib tashladi hozir. E'tibor bering. To'pni tortib olganiga e'tibor bering. Ikkita o'yinchining orasidan tortib olib burchakka yo'naltiryapti. Yaxshi, chiroyli gol. Qarang, tortib, o'tib, yana burchakka to'pni yo'naltiryapti-da. Uchrashuvdagi eng chiroyli gol 2-1. O'zi bilasizmi, Xayrulla Solihovning uzatmasi ham to'g'ri chiqmadi, lekin shuni ham to'g'rilab oldi. Golning chiroyliligi shunda eshitamiz. Фланги работают, качают. Здесь все время есть глубина, который дает вам возможность левую ногу найти или правую ногу найти. Понимаете? Вот простого. Если с вратарем работаем, он заходит, дайте вот эту линию, он уходит, третий выходит, организуйте игру, спокойно. Давай. Abbos boramiz, yana bitta qadam. Boramiz. Yaxshi pas. Kim bor? Opa! Gol! To'p kirib ketdi. Shahram Faxriddinov oqladi. Xatolarini oqladi do'stlar. Bugun juda ko'p xato qildi, tan olishimiz kerak. Bugungi bahsda qandaydir jismoniy holati deymizmi, qayerdadir uzatmalarda, ochilishlarda xatolarga yo'l qo'ydi, lekin hozir mana bu zarbasi bilan ishonchni oqlayapti. Darvozabondan super pas. Menimcha darvozabon hozir to'pni markazga oshiradi deb o'yladi. Bo'sh turgan edi ikkita o'yinchimiz, lekin to'p darvoza tomon tepa. Darvozabon to'pni tashlab beryapti, qaytarildi to'p. Yo'q, Muzaffar hozir kutmadi to'pni bunday kelishni va kuchli tarzda maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. 27 soniya. Rossiya terma jamoasi darvozani bo'sh qoldirib,
o'ynovchi darvozabon bilan harakat qilishyapti. Ularda ham reja bor. Hop. Kim qanday, qayerda turadi hozir? Bitta xato qilsa gol urib olishimiz mumkin bo'ladi. Akbar oxirigacha borish kerak. Akbar, boramiz Akbar! 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 3-2! 3-2! Bo'ldi, kirib chiqib ketaver Akbar, chiqib ketaver. Buxorodagi Universal sport majmuasida o'rtada yo'l bor, Akbar chiqib ketaver. Zo'r gol. Jazolashdi terma jamoamiz a'zolari raqiblarini. Akbar Usmonov vaziyatdan unumli foydalandi. 0-2 dan 3-2 ga aylantirish do'stlar. E'tibor bering, qanday chiroyli bosim, qanday chiroyli gol. Yashavor Akbar. Lekin endi hozir ehtiyotkorlik bilan harakat qilishimiz kerak. Darvoza ustuniga to'p tegdi. To'p darvoza ustuniga tegdi do'stlar. Vaqt ham tugadimi? Menimcha vaqt ham tugadi. Ajoyib g'alaba do'stlar, ajoyib g'alaba. Mana shunday g'alabalarni biz Osiyo Kubogi bahslarida ham kutib qolamiz. 0-2 ni 3-2 ga aylantirish, chiroyli comeback va mana uchyapti Akbar Usmonov. Zo'r gol kerakli paytda urdi mana shu golni. Oxirgi hujum tezkorlik bilan Rossiya terma jamoasi a'zolari hujum tashkil etishdi va chiroyli hujum bilan yakunlandi. Hattoki zarba ham berildi.